ko'rib turibsizlar. Masofamiz ham 200 metr. Dambani tomonidan asos. Dambani yag'ida 200 metrda 10 metr podyom, 7,5 kilovat. Kanalda yangi bo'lsanglar obuna bo'lib, like tugmachasini boshlaymizlar. Xudo xolisa mana bugun yana 7,5 kilovatli nasosimiz yurgizib oldik, o'sha raketadan. Ko'p mana tomonda obratnik klapanlarigacha qo'yildi. Past bo'lsa temirdan nasos yotqizib tashilgani yo'q. Xo'p, hozir mana nasosimizni yurgizib oldik. Xudo xolisa video davomida nasosimizni 200 metrgacha ketdi. 10 metr podyom 200 metrga boryapti. Video davomida ko'rib borasizlar. Bizdan uzoqlashmaysizlar. Aytgancha yana TikTok, Instagramdan ham xudo xolisa kanal ochganmiz. Unga ham videolarni qisqa yuklab boramiz. Unga ham o'tib obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Xudo xolisa qolgan video davomida ko'ramiz. Bundan keyingi videomiz 200 metr naridagi o'sha aytib o'taman yana 7,5 kilovat nasosimiz bo'ladi. O'sha jogada o'sha 218,5 nasoslarimiz. Amperlarni ham video davomida ko'rib o'tamiz. Amper balandlashuvda orqaga tashlayapti, suv chiqib bo'ldi. Rahmat, bizni uzoqlashmaysizlar. Tomonni uzoqligi mana bu yerga damba qilib, obratnik klapan qo'yamiz. Shu holatda endi xudo xolisa o'rnatib olamizda. Yurtam. Ha? Nima deysiz? Ha. Bumi? O'sha edi. Diskret. Ha? Endi qora kelyapti. Hammani siz ko'karib ketdi, ajrab turish uchun qora. Mana men uriyapti. Voyda, qo'yishsa. Ajab turish uchun endi qoraga aylantirildi. Hamma ko'karib ketdi. Qizil quvlik qizarib ham ketdi. Hozir eshigini to'saq. Shitlar tayyor. Mana endi hop. To'klamiz 198, 199, 200, amperimiz 18,9, yaxshi. Endi chiqvasin chiqani ko'ramiz. Xudo xolisa mana 7,5 kilovatimizni shu bugun o'zimiz ikkita o'rnatdik. O'rnatib mana ko'rib tursiz, obratnik klapanlar. Ha? Faza nima bo'ldi? Gulshod? Faza nima bo'ldi? Nimani aylantirdik? Fazani. Obratnik klapanlar bilan. Xudo xolisa mana 200 metrda 10 metr podyom bor. Endi suv chiqishini ko'raylik, o'chiramiz. Nariga nasosga yurishimiz kerak. Oy. Sizlar uzoq shunga. Sizlar yurib o'tyapsiz. Mana 159 da turgan suv. Qani ko'rib turibsizlar. Masofamiz ham 200 metr. Dambani tomonidan asos. Dambani yag'ida 200 metrda 10 metr podyom, 7,5 kilovat. Hurmatli do'stlar, mana endi mehnatga suvni chiqishiga ham baho beraverasizlar. Xudo xolasa suvimiz yaxshi normalniy chiqdi. Masofamiz ham lekin normalniy. Amperlarni hozir yana ko'ramiz. Buni katta latok. Ko'rib turibsizlar. Suvimiz zakon. Mana 7,5 kilovatli nasosimizda 200 metrdagisi endi. Bundan keyingi videoni xudo xolasa qo'yamiz. Nariga 10 metr podyomga 20 metrga chiqarganimiz bor. Bundan keyin bo'lsa shuni qo'yamiz. Turbamizni ham o'zimiz olib kelganmiz. Stenkasi birlik.
159 toza. Turba mana. 7,5 kilovatga yomon emas bu suv. Ko'rib turibsizlar. Yolg'on emas, boshqa emas mana. Latoyni bu tomonga tashyapti. Qancha tashyapti turganini o'zlaringiz ko'raverasizlar to'g'risi. Lekin 7,5 kilovatligini ham hisobini olasizlar. Masofani, turbani razmerini ham hisobini bir olib qo'yasizlar o'zlar. Kimga mashina suv chiqarish xizmati kerak bo'lsa, Shafsenada nomerlar bor. Xudo xolisa bemalol murojaat qilaverasizlar. Suvimiz nasib bo'lsa mana hozir Latoyni xudo xolisa to'ldirib yuboradi. Jodin aka qanday? Bo'laveradimi? 7,5 kilovatga zo'ra. O'zlatoqni ko'tarishni boshlayapti suvni. Mana shu holatda chiqardik. Endi borib bir amperlarni ham ko'rsatib beramiz, xudo xolasa. Mana 7,5 kilovatli 20 metrli высокоподъемный raketa gulbin nasosimizda suv chiqarishi butun mana shunday bo'ladi. Aytib o'tganimdek, mana shu Shafsenadagi nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Endi masofasi o'sha 200 metrga 10 metr podiyom borib amperlarni ham bir ko'rib qo'yamiz. Narigini yurgizamizmi? U bundan ko'p chiqadi, Ziyodin aka. U katta-ya, lekin 7,5 bo'lgan bilan 20 metrda qarang, 200 metrda qancha tashayapti. 20 metrda tasavvur qilyapsizmi? Mana shularni uklonni to'g'rilab berilsa bor, bundan ham suv ko'p chiqadi-da. Kecha men aytganimda hech kim qilmadi. Bu yerda hamma boshliq bo'ldi kecha. Aytganini qilish kerak mana shular. Ha, teva zo'r bo'ldi, обратный klaplargacha bo'ldi. Endi hozir turbani kesib oldilarmi? Ha. Sizga yetadi emas, Ziyodin aka? Ha. Endi hozir amperlarni ko'ramiz, masofasini ko'rib Obratnik klapi mana qo'yilgan havoga. Chunki o'rtada halqob yeri bor. Bu tomoni baland, o'rtada halqob yeri bor. Shuning uchun obratnik klapini nasos havo olish uchun mana shu narsani qildik. Mana pastda ishlab turibdi, ko'rib turibsizlar. Jim. Ovoz ham tixa. Suv olyapti. Endi amperlarni ko'rib qo'yamiz. To'kimiz ham 197, 198, amperimiz ham 19 ekan. Bo'laveradi. Chunki masofa bor. Nasos hali yangi uklonlarni to'g'rilashadi. To'g'rilashmasa bo'lmaydi, aytib o'tib ketamiz bularni. Hammasini. Bizdan uzoqlashmaysizlar, uzoq qolsa keyingi nasosimiz shundan bir 200 metr nariroqda yana bir 7,5 bo'ladi. O'sha aytib o'tgan 1 kilometrlik zakanni mana shu bo'ladi. 2,18 bilan zakanga oldik. Mana bu yerga sariq suvdan to'ldiryapmiz. Bu 1 sutkada chiqargan suv bittasiniki. Bu nasosni qo'yib turganimda 2 sutkada to'ldiradi deyshganda, biz nasos bo'lsa 1 sutkada bir donasi to'ldirib qo'ydi. Ikkitasi 2 sutkada to'ldiradi deyshganda, agarda bittasi 1 sutkada to'ldirsa, zakonni dogovor bo'lgan, o'sha bo'yicha ish qilamiz deyshdi. Mana bittasi to'ldirib qo'ydi. Endi bundan keyingi videolar xudo xolsa nariga 7,5 bo'ladi. Biz uzoqlashmaysizlar. Kuzatib borasizlar. Hammaga rahmat. Instagramlarga ham o'tib qo'yasizlar.